Assalomu alaykum barchaga. Videomiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasa. Diqqat qiling. Ramazonda O'zbekistondagi 616 mingdan ortiq oilaga 422 milliard so'm to'lab berildi. Ertaga mamlakatimizda havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kunduzi 4-7 daraja, kechasi esa 2-5 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Farg'ona viloyatidagi bog'chada bolani tok urishi ortidan jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda blogerlar Rossiya tajribasi bo'yicha soliqqa tortilishi mumkin. Toshkentda tunda poyga uyushtirganlar ogohlantirildi. Shavkat Mirziyoyev Erdo'g'anni tavallud kuni bilan tabrikladi. Xayrulla Ibadullayevga Jasorat medali topshirildi. Olmaotada dafn joyini onlayn tanlash imkoni yaratildi. Dollarning rasmiy kursi yangilandi. Shavkat Mirziyoyev Sumalak saylida ishtirok etdi. Ertadan metan zapravkalar uzluksiz ishlaydi. Energetika vazirligi